Hurmatli va qiymatli azizlar, biza Hirot Bostonga biz va xo'shvaqtona bu Hirot Bostonga Malika Gavharshod begum onamizni bog'lariga keldik. Birinchidan Riyosat Itloot Farhangi viloyati Hirotdan nihoyat xursandchilik va tashakkurlik bildiraman. 10 kishi muhofizda Gavharshod begum onamizni bog'larini hifozatiga qo'ygan. Va ikkinchidan bizlarga bu bog'ni ochib ko'rsatdilar va gumbadi Malika Gavharshod begum onamizni ochib berdilar va tamom berga binohoy tarixini hammasini bizlarga ko'rsatdi. Va Malika Gavharshod begum onamizni ma'lumotiga bersam, hammalaring bilasizlar, bu kishi Amir G'iyosaddin To'raxonning qizlari bo'ladi. Shohruxxon Mirzo Hirot Boston poytaxti Temurilar bo'lgan pillasiga eng katta farmondehi Shohruxxon Mirzo edi. Bu kishining xotillari bo'ladi. Albatta 5 ta avlodlari bor. 3 tasi o'g'il, 2 tasi ham qiz. Ulug'bek Mirzo, Boysunqur Mirzo, Muhammad Jo'gi Mirzo, mana bu o'g'illari bo'ladilar va 2 ta ham qizlaridir. Dar majmu 5 ta avlodlari bor. Bu gumbadiki ko'rasizlar, buni ichiga qo'yilgan g'arb tarafidan, ya'ni qibla tarafidan hisoblasangiz, eng kichkina qabr ki bor, bu Malika Gavharshod begum onamizning qabrlaridir. Va ikkinchisi Boysunqur farzandlaridir. Uchinchisi Mirzo Alovuddin Boysunqur farzandlarining o'g'li nevaralari bo'ladi. Va to'rtinchisi Mirzo Ibrohim nevaralarining nevaralari bo'ladi. Va beshinchisi ham qarori loyiha kishora bitilgan Shohruxxonning o'zlaridir. Va oltinchisi ham enam bir avlodlaridir. Va bahar surat Robbil alamin bu kishini g'ariq rahmat qilsin, qabrlarini nur qilsin va hamma tarixlarga bu kishini otlari sabtu ma'lumdiki, voqean ham islomga ko'p xizmat qilib o'tgandi. Nihoyat talashlari va ko'shiqlari shu ediki, binohoy omil manfaat tuzatsalar. 360 binoye omil manfaat tuzatgandilar. Az jumla masjid jami va musalloy Hirot Bostonda. Hamma buni taniydi va tarixiy joyligini biladi. 25 chirit zamin ta'lan mana shu bog'larida ihota qilinganda, hurmatli azizlar, albatta na tanho Malika Gavharshod begum onamiz berga qo'yilgan bo'lsa, balki bu bog'ning ichiga eng bilimdon vazir Sulton Husayn Boyqaroni vaziri, Amiri Kalom, nomdor shoir, adib va mutafakkir buzurg, shaxsiyat ma'rufi va mashhuri ki hamma biladi, Amir Alisher Navoiy bobomiz ham cho'ra qo'yilgandi. Mana bu fe'lan ko'rasiz, bu gumbada Amir Alisher Navoiy bobomizda. Allohim taol tamom bo'lganlarimizni g'ariq rahmat qilsin. Sog' va salomat bo'linglar.